Uyghur yazgıçı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'ridan o'tildi. Sho'pirlar vangchun qilishib tamoq yeyotganda Qadirdan Yaqub hojimni oshxonaga boshlab kirdi. Xotan 6-kolondan ajratilgan 18 sho'pir. Yaqub hojim o'zi bilan 5 sho'pir. Ahmet Danyaz mashina atratidan ajratilgan 7 sho'pir. Jami 30 sho'pir Qadirdanning so'zini anglamoqda edi. Lekin Xanzola enkiga soqolmi chiqmagan bir balaning o'zlariga yo'l bo'yi tamoq elib berib, mehmonxonalarda yotqizib ham buyruq qilib kelayotganligidan hayron edi. Ular 5 barmog'ini tugib, mushinchilikli bola ekan deb bir-biriga ko'rsatdi. Qadirdanning so'z tugishi bilan Yaqub hojim gelini qirib qo'yib, Xanzo sho'pirlarga yetkazdi. Ikki sho'pir kelishib bir yotoqda yasanglar bo'ladi. Bugun kimki haraq ichsa yoki soat 5 da yo'lga chiqishimizga ta'sir yetkazsa, to'xtam bo'yicha har bir sho'pirga berilgan 100 so'm pul tutib qilindi. Agar haraq ichish sababidan yo'lda hodisa tug'dirsa, kolon rahbarligi sudga tortilib, javobgarligi surishti qilindi. Men kech soat 4:30 da yo'lga chiqib, har qaysinglarni kutaman. Kech qorong'i tushib bo'lguncha to'qsin bekat kutishimiz. Atse saat 5 bilan qo'zg'algan mashinalar bekat darvozasidan uzab chiqishga boshladi. Ular ilgir keyin signal berishib, hammasi cho'ng yo'lga chiqib bo'lgandilar. Qadirdan tushgan Yaqub hojimning mashinasi qo'zg'aldi. Mashinalar yanada uzunga suzilgan poyezd vagonlaridek tizilib, to'g'riqliq cho'llar, yulg'un ham paxta yulg'un qoplagan qumliq edirlar. Oppoq sho'rliqlar Sagi va ko'kterak qoplagan kentlarni orqada qoldirib ketayotdi. Yaqub hojim mashinani bir xil xotda haydab ketayotgan bo'lsa-mu, lekin ko'nglida amdili 16 yoshga kirgan Qadirdonga va uning o'tkirligiga hayron bo'ladi. Darvaqa, Qadirdon Jabbor hojim bilan Urumchiga kelganda 14 yoshda edi. Shu chaqda 20 tonna sotliq gulqoqni arzonli setayotgan Jabbor hojim to'g'riliq echinib so'zlab berganligi hali ham Yaqub hojimning esidan chiqqani yo'q. Keyin Qadirdan Urumchida 6 oy o'qib, restoranda yarim yildak oshxona boshlig'i bo'ldi. U 15 yoshdan oshganda sinoq saygiyan qalpqini kiyib 22 tonna qoqni ajab belin setib olib, birdilla inovat qozonib ketdi. 60-70 tiyin bo'lsimiz setivat deb gulqoqqa ishonch qilmagan u bilasan bir so'm 52 tiyindan setilganligini anglaganda o'z quloqlariga ishonmadi. Tehe uning pulini 50 mingga qetib olgan mollarining bozori shunchalik ravon bo'ldi. Shu kunlarda u bilasanning xo'shligi deb etqisiz edi. U oldin qitim avatgan 100 dona yanchiq o'ynalg'u, 22 tonna gulqoq sodisi. Shundaqla Yaqub hojimning mashinasida elib kelgan 80 ming so'mlik mollarning mukofot puli deb Qadirdonga 5 ming so'm bergan edi. U zodil olg'ili unumadi. Bu qatim Yaqub hojim oq o'g'it yutkash munosabati bilan Xotanga berib qolgan edi. Shunga Qadirdon kira pulini boshqalar xarjlagandan ko'ra siz xarjlang deb uning 5 mashinasini kiraga soldi. Emgek mulozmat shirkatining boshlig'i Avluz Emin Yaqub hojimga datlab. Atdiginay, Qadirdonni kichikdeb ko'zga ilmay, yoshlar binosiga berib etib, addasiz xato qilibman. Mana hozir u bilasan uning saxovatini ko'ryapti. Aslida Jabbor hojimning o'rniga dassizdigan bola ekan dedik. Deb pushaymonni so'zlab berdi. To'g'ri. Bu balada zodi nima xislat bor? Yoki uning uzun yillik savdo tajribasi bo'lmasa, ersiyatmikin desa, uning ota-onasi tug'ma savdogar emas. Balkim u tug'ilishida bovisi Yusuf karvonni tortgan bo'lishi mumkin. Shunga bir ikki qatim qoq savdosini ko'ribla uning inchki qonuniyatlarini egilib olgan edi. Agar bu balani jamiyatning ta'tir shamollari uchirib, xalt ko'chalarga boshlamasa,
balalık nadallığı da naşarın işlahı sepilip kalmasa, akıl paraset ve ahmet küşendilleri bolgan heroin, zinaxorluk, kımarlığı berilmese, onun kelgisi ıqbal yoltuzu çaknap közlerini kalmıştırdı. Xuda onu aşındak körüner körünmez kabahatlik kısmetlerden, facialik takdirlerden aman kılsın. Köz tegmisin. Adimiligini, adimilik insapni, pak iman diyanetini özüge mengü yar kılsın. En xavflik adimi şeytanlarının ozduruşundan Xuda öz panahıydı saklasın. Maşini kabinkisinin içi cimcet idi. Fakat motorning bir xilda görüldüşü xuddi allay naqsidek uyku karvallarını chillaydi. Lekin hech kim uxlamagan edi. Yaqub hajim sal qayrilib, qadrdonning cho'nqur xiyolga cho'kkanligini his qildi. Chunki uning ko'zlari kabinka aynikidan yiroqlarga qadalib qolgan edi. Xiyol degan tezginsiz asov otga o'xshaydi. Onunga mingan odam chiqmagan tog'davan, chopmagan edir o'g'il, kirmagan to'shik o'nko'rlar qolmaydi. Qadrdon bayotdan beri dadisi Abbosni ko'ngil ekranida ko'rib, ham uning bilan g'oyibona so'zlashib keldi. Texi ichida kechirgin dada debni pichirladi. Abbos burun o'rta maktab o'qituvchisi edi. O çağlarda qadrdon kichik bo'lg'achqa aniq esiga ololmaydi. Ba'zi inchki xotirlarmi tongdagi tumandek ko'ngildan ko'tarilib ketgan edi. Faqat qadrdon esini bilganda, boshqalarning dadisini Abbos bo'jang, Abujang, bo'jang deb kulib, qo'rilib chaqirilganligini ko'z oldiga keladi. Xayriyat. Uning bo'lim boshlig'i, ishxona mudiri, muavin idora boshlig'i degandek burunqi kalt ko'say amallarini so'zlab yurmagandimi? Mushu yaqinqi 10 yildan beri u tashviqot bo'lim, yezigilik bo'lim, tashkilot bo'limlarining bo'jangi bo'lib keldi. Noylik partikumning uni hokimlikka o'stirish xiyolimi yo'q emas. Eg'ir besiq, kam so'z, so'g'uqqan bu odam zodi amaldor bo'lishga tegishli material edi. O bir ömür hizmet depla bir ünde, bir tinde ötüp gitti. Ayının hemmi iğirçiliği Xayrigulning zimmasiga ortilgan bo'lib, Abbos birer yerim qitim bozorga chiqib, "Go'shing qancha pul, ko'ktatlaring yengdi" deb so'rab boqqan banda emas. To'g'ri. Xayrigul uni chiqartmadi emas. Abbos bir qancha qitim chiqqan bo'lsa-mu, biroq satarmanlarning og'zidan chiqqanini tashlab berib, Xayrigulning judunini o'riltib qo'ydi. Ko'ring, savdo setiq desa beshi og'riydigan. Birer satarmanning oldiga berishni har oladigan. Ömrida birer qitim mal narsani ajab arzon ilib oldimi deb qilgan savdosidan suyunib boqmagan Abbosning mo'ziyi sayguyen chiqib qoldi desa, qanday ruslarga ishonmas. Bu xuddi otasi atalmagan qunguzni bolasi etibdi tunguzni degandekli gapdi. Qisqasi, Abbos pul bilan hapilishadigan ishlardan bakmi ehtiyot qiladi, qo'rqadi. U bilan sen tunji qitim qadrdonning sayguyen bo'lish orzusi borligini aytganda, bu chaqcha birer kimga qosh ko'tirib olib boqmagan Abbosning chechilib ketgani shu vajdan edi. Mana bu qitimmi 300 so'mni Gulqoqni Urumchiga yo'lga silishdan burun qadrdon dadisiga tinmasligini o'tindi. U bilan sen uning ro'yi bo'yicha ish ko'rgan bo'lsa-mu, keyin anglab qolsa qandoq bo'lar degan ansirashdan xoli bo'lolmadi. Yana bir tarafdan qadrdonga ishonsimi, biroq u yanada bolada. 300 tonni Gulqoq oz bo'lgandimi 300 ming so'm tursa, bu oz pulmi? Shunga u bilan sen viloyat bo'yicha nahiya, yezi kentlardan setib olgan 1000 tonnadan ortiq Gulqoq ichidagi sufati eng tuvan 300 tonna qoqni tog'orlarga qochilgan edi. U bu ishni qadrdonga 100 tira etdi. Qadrdon, yangi qoq bozorga yuzlanganda eng nacharlarini avval bir taraf qiladigan qoida bor, dedi u bilan sen tog'orlardagi qoqni ko'rsatib etib. O'zing ko'rib turibsan.
bu qatim yetkaylig'ining 3-darajaning 3-siga tushadigan miyani qaq. Ya'ni kilosi 80 tiyin bo'lsa, kira haqqi 20 tiyinni qo'shganda 1 so'm bo'ladi. Agar bozorda qoq kasatchiligi bo'lib qolgandek bo'lsa, 90-95 tiyin bo'lsin setibat. Shundaqdimi bizga ziyon bo'lmaydi. Chunki ombardagi so'rki qoqlar bizga foydasi qiladi. Bozorni yangi qoq besib olgan taqdirda sal uzuqroq turib qolishi mumkin. Uni xotirjam bo'l. Yaningga 20 ming so'm selib qo'yaman. Shoferlarning yotoq, tamoqi azodi xajlasangmi, yana 15 ming so'm yaningga qoladi. Dedi u bilasan qadrdonning do'lusiga urib. Aras. Mashinalarning kira pulidan har bir odam uchun 100 so'mdan tutib olib qolganini to'layapti. Ürümchiga yetib borganda shoferlarning pulini berib. Bu ularning maoshidan sir topanapti. Xotirjam bo'ling, u bilasan-ku. Dedi qadrdon. Qoqlarni sizning ko'nglingizdagidek setishga tirishiman. Qadrdonning xiyollari davomlashqanmi bo'lar edi. Lekin tush bilan tang mashinalar ko'rli bekatga kirib qoldi. Shoferlar qo'rsqini to'yg'izib, ochiq damlangan choydan ichib qongandan keyin yana mashinalarni o't oldirdi. Qadrdon, dedi Yoqub hojim yo'lga chiqqanda. Bayı qarasam, xiyolga petib qopti ekansa, kayfingni buzmaydi deb gap qilmadi. Chiroyingdan bir narsadan ansirayotganliging chiqib turdi. Mo'lni topqansiz jumongsiz. Qadrdon kulib qo'ydi. Agar bozorni yangi qoq besib ketgan bo'lsa, ko'rli lopnurda 40 kun yotgandek ish bo'ladimi deb o'ylab qoldim. Qoq sarxil bo'lsa, undaq ahvol yuz bermaydi, dedi Yoqub hoji. Qandaq? Qoqlaringda ishonch bormi? Nadiki 300 tonna miyoni qoqib ketyaptimi? Nima? Hojim cho'chib qaradi. Chaqchaqimma. Chaqchaq emas, 3-darajaning 3-siga oroli yaraydigan nachar mal. Bu ubilasanning nima qilgani? Uning deyishicha, eng nacharlarni avval bir taraf qilgan qoida bor ekan. Shundoq bo'lgan taqdirdami, sen degan tajribasiz, yangi sayg'iyam tursan. Yoqub hojimning ochiqining kelganligi chiroyidan bilindi. Balkim u bilasan, nacharlarni ko'zdan yo'qitib xotirjam bo'lay deganda, yana bir paras, sana to'liq ko'ngil to'xtalmagan bo'lishi mumkin. Nima? Mana ishonmaganmi bu? Hech nima degil bo'lmaydi. Chunki nurg'un odamni beqiyotgandan keyin har xil ansirashlardan xoli bo'lmog'i tas. Hojim ochiqni kulib qo'ydi. 3-darajaning 3-siga deganing necha pulga qoqqa? 1 kilosi 80-85 tiyinlik qoq. Kira pulni qatqanda 1 so'm bo'ladi. U bilasan qanchadan belgilab berdi? 1 so'mdan. Agar bozorda qoqchiq bo'lsa, 90-95 tiyindan bo'lsin mayli dedi. Men sana deb qo'yay. Meni qutratdi deb o'ylasam mayli. Hojimning talabbuzi jiddiy edi. Hozir degan islohot tovar egiligi davri. Har kim o'z iqtidorining mevzini chiqib, egilik tiklaydigan fursat. Eliqqa 60-70 tiyindan sotsangmi mayli degan 22 tonna qoqni 1 so'm 52 tiyindan setib, hamma pulini berib atdi. Az bo'lgandimi 20 ming so'm pulning ko'ziga yog'ashliqdan. Hozir u bilasan 100 dan ortiq yanchiq unalg'usidan 22 tonna qoqdan ikkimiz bilan olgan 80 ming so'mlik moldan qanchalik foyda olganini Xudodan boshqa bir o'zi biladi. Mana mukofot deb 5 ming so'm berib edi. Ammasan keyin onamga berib qo'yibdi. Anam 5 ming so'mma. Kedingmi? Hamma odamning qo'li ichiga keladi. Shunga omating kelib qilib, foyda kunam bo'lib qolgandek bo'lsin, darhol bankga qo'y. U bilasan 90-95 tiyin degan ekan, eng tuvan 90 tiyinni o'lcham qilib pul o'tkiz. Qolganini haq holda sening bo'ladi. Uqdingmi?
Uqtum. Anlaşımca, dehqonlarning qaqni 50 tiyindan 70 tiyingacha oladi ekan. Urumchida oldini 2 so'm 10 tiyindan to'ni 1 so'mga sotadi ekan. O'ylab baqa. 1000 tonna qaqda oz bo'lganda 80 ming yoki 1 million pul qoladi. Bu pullar o'g'lasaning hisobida bo'ladi. Herkes 200-300 so'm maaş elayotgan xodimlarning ish haqi o'sib qolmaydi. Mana sening qimmating iqtidoringda. Iqtidoring qimmat yaratishda. Shunga ular sana amroq. G'oyat zo'r yilondek to'lg'ishib kelayotgan mashinalar paydin-pay paslayotgan davondan xuddi g'altakdek g'ildirlab to'qson tarafga uzib ketdi. Har ichidek arg'ir buloq tog' cho'qqilari o'ltirib ketgan quyosh nurida benafsha rang tovunib to'simi. Yonbag'ri, qoptalla, cho'nqur hanglar, ediri jilg'ila so'sin rang soyalar bilan qoplangan edi. To'qson xalq mehmon saroyining sementlangan keng hovlisida mashinalar bir rat tizilib turardi. Xilma-xil tamoq va qo'rmalar bilan kutib olingan sho'pirlar mehmon saroy oshxonasining zalida tamoq chekishib, qart o'ynashib orom olmoqda edi. Qadrdan Yoqub hojimni boshlab oshxonaga kirib keldi. Qo'lidagi qog'ozga qarab, atiki o'rinlashtirishni o'ttirib qo'ydi. Hurmatli sho'pir akalar, ustamlar, japodatdilar. Qadrdan hammaga taksiga qarab qo'ydi. Tushkicha o'limchik kiramiz. 6-kalın ishlab chiqarish bo'lim bilan tuzgan to'xtamimizning xabaringlar bo'lishi mumkin. Urumchiga borgandan keyin 3 kungacha mol mashinadan tushirilmaydi. Yataq tamoqqa managa bo'laman. 3 kun ichida bosiladigan yuk o'rnini qila olsanglar, 4-kuni mening meylimni tushirib etishga haqlisizlar. Urumchiga borgandan keyin hammamiz Sinjong mehmonxonasiga tushamiz. Tamoq va yotqimiz shu yerda bo'ladi. Qadrdan Yoqub hojim tarjima qilib bo'yicha yenida qarab turdi. Ondan ular orom olish uchun yotoqlarga kirib ketdi. Lekin molni meva-cheva top setish shirkatlaridagi maxsus lampalik mol tushirish signallariga aparmaganlikdan hayron bo'lgan Yoqub hojim o'ylanib qoldi. Texi sho'pirlarning yotoq, tamoq chiqimlarini ko'tarishning o'zila o'shiqchi edi. Shunga atsi yo'lga chiqqanda bu sirni atoyitan cho'qchilab beqveri qadrdan g'arazsizlik kulyapti. Bu ishni so'raydi deb o'ylab edim. Degandekli bo'ldi. Dedi qadrdan. 2 navbat qoqsetish jarayonida ba'zi ishlarni bilib qoldi. Shunga har ehtimolga qarshi mushu usulni qo'llandim. Urumchida eng chong meva-cheva sodisi bo'lgan 4 o'rin bo'lib, G'arbi diyor meva-cheva shirkati, Qo'ng'irtosh meva-cheva shirkati, Daxiyan meva-cheva shirkati, Musulmonlar shirkati qatorliqlar edi. Bu top setish bozorlariga Xinjiangning bo'libmi Janubiy Xinjiangning har qaysi joylaridan mol kiratdi. Mol bilan tang qoqchilar, meva-cheva tijoratchilari, oyon-kashlar, dallollar mig'ildab ketadi. Ular gerçi menfaat ko'yda bir-biriga kushandi bo'lsin, ba'zi hollarda birlashib oladi. Hay, palonning meli ko'p. Hammamiz munch puldan yuqori o'rlamayli bir necha kun saqlab oxiri yavaşlaydi deb ko'p molni iskanjisiga olsa. Ba'zilari meling ozgan, 3-4 vagonga to'shmaydi ekan, shunga odatdagi bahoda olaman deb ozligini bahona qiladi. Shunga qadrdan ko'p deb xom kekirdigan, oz deb osh kekirdigan savdogar dallollarning og'zini tuvoqlash uchun to'rt bozordagi usti so'lyov lampalik mol tushirish signallariga tushirmagan edi. O so'mkidagi avrishkisini ko'rsatib, qanchalik lozim bo'lsa, shunchalik chiqarib berdiganligini aytdi. Ozga ozcha, ko'pga ko'pcha va'da qiladi. Voy, nima degan qahvashsan? Dedi Yoqub hojim beshini eg'itib. Lekin sho'pirlar yuk besib qaytib ketamiz desa qanday qilsa? Bu to'g'riliq so'zlashdik-ku. Ular 3 kungacha yuk topa olsa, 4-kuni mening melimni tushirvasi bo'ladi. Biroq 3 kungacha men ularning yotoq tamoqini ko'tarma. Bu chaqcha molni bir taraf qilishga ko'zim yetadi. Sizmi shuning ichida?
Vay qağdalma, vay qağdalma. Ananın qo'rsqitila qeyrib ketibkansan ha? Sizda bekma yo'qku, dedi Qadirdan. Agar molni men mushu 4 bozorning biriga tushirganimda, o'sha bozordan biror xaridor yoki shu shirkatga o'tkazalsam-ku ta'lim. Undaq bo'lmay, avrishga ko'rsatish orqali boshqa yerga solsam, yugurib 30 mashina tepishim. Mol bosadiganga bir qancha odam yollashim kerak. Uningga qanchalik pul ketar? To'g'ri. Bu tarafim bor. Ishini menki 3 kungacha bir taraf qilaman. Qilolmasam peshonamdan ko'rib, qaynam bozorning o'ttirsuq to'kaman. Qachon setilsa, shu chaqqicha asnab yurdigan gap. Unda ham bo'lmas. Xudoyim oq yo'l beray. Ben Urumchiga kiribla 4 bozorning ahvolini tekshirma. Sho'pirlarning turmushi sizga qoldi. Tuzum burunqidek. Yotoq tamoqqa 40 so'mdan oshmasin. Ta'lim olishni unutmang ha. Hozirgi vaqtda muju 40 so'm yana ko'p. O'ylab baqa. Bir tahsil lag'man 3 so'm tursa. Bir necha kunlik bo'ladi. Kim biladi? Bugun kechgacha bir taraf qilib o'tamdim taxi. Maşallah arka-arkadan tizilib 3 taşqa kelishi. Qadirdan qarın so'mkisidan pul elib Yaqub hojimning qo'liga tutqizdi-da. 2 kunlik rasxod deb qo'yibla mashinadan tushdi. Ondan taksi yollab G'arbi diyor Nevichevi shirkatiga yurib ketdi. Bu yerdagi ma'lumotni ko'rgan Qadirdanning ichi siqildi. Qalaymiqon tizilib ketgan maşallah. Ularning ustiga besilgan har xil tog'arlar. Yerlerde çechilib, dastilib ketgan gölü qaqlar. Mashinalarning orliqlari va ustunlarida gölü qaq avrishkisini ko'rib, nimalandir pichirlashayotgan qaqchilar. Oyim kechlar. Qaq savdogarlari to'p yurishatdi. Sol yo'l lampalik sayna necha qo'rodek cho'ng bo'lsa-mu, putbosqidek yer qolmagan edi. Har bir viloyat, nahiya, yezlardan elib kelgan qaqlar xuddi po'taydek egiz dövlangan. Egillerinin beş düşken halda bazıları tamak çekip, bazıları gazır çekip, tehe toplaşıp kart oynavatkallarını köp idi. Qadirdan bazı dehqonlarni ko'rib ichi seyirlib ketdi. Ular qaqchilik bilan beyg'ili bo'ladi ekan deb o'zi turishlik kent yezlardan qaq setib olib, zo'r umidda kira qilib elib kelsa, oyim-kechlar masxara qilgandek olgan bahosidan bir hassa to'van so'rab, ularning ruhini tushirib o'tgan edi. Shirkat ishlab chiqarish bo'limidan bir ara xo'shal chiqqan hamon bechora qoq egillari yugurib kelganicha uni o'ttirg'i elib olib, savol so'roqni yog'dirib etdi. "Ha, qanchalik oldi? Nechinchi daraja qoqdi? Kilos qanchadan bo'ldi?" Qadirdan bu bozordan umidsizlik bilan qaytib, Qo'ng'irtosh Nevichevi shirkatiga bordi. Bu yerdagi ahvol texmi ig'ir edi. Biroq hayvon o'lsa, qurtlar bazni nashrab kutishgandek oyankash elib sotarlar quturab ketgan bo'lib, taraf-tarafda yomg'ir birli yog'sa, mening nam tortib o'g'it bo'ladi. "Hay, issiqni bervat, keyin cho'qingni chishisang qattiq, qo'ng'ingni chishisang sesiq bo'lib qolmasin yana" deydi. Tehe, "Hay, amsi men ketdim. Arqamdan varqirsang, usuribni qo'ymayman jumo" deb qo'rqoq saldiganlarmi bor edi. Qadirdan bir tag'ar qoqda o'tirib, qo'ruqni g'ajilayotgan char soqol dehqonning qeshig'i keldi. "Assalomu alaykum tag'a. Sizlar nerede?" "Kuchadim bolam, kuchadi. Etim Sa'dulloh. Sunuma guli qoqma? 60 tonna munak, 120 tonna guli qoq. Qanday xazina xaridor kelyotgandi? Hammasi hayon kechlar. Kilosini 45 tiyin, 50 tiyin qilyotdi. Kira haqqi, u yer kunlik chiqib ziyon bo'lsin mayliti. O'ziga chiqsin berib o'tadi. Maylila desam, men bu qoqni yezilik hukumat 11 dan huddiga olgan. Ko'tirib qo'rqsiz qarzga bo'lg'ilib qolaman.
Ama kalk sarxil. Qani yapaqsla bolam. Charsaqal yanchiqidan bir uch guli qaqni qadrdonning olqiniga to'kdi. G'ilpang yemish uyrush desalar, tex tatliq meg'iz. Tani bo'ldi-ku, dedi qadrdon bir tol guli qaqni po'lab og'ziga solib. Nech puldan o'tkazib olgan? Bir xudoga ishonsalar. Çin pişik gül qaqni 7 mo'chandin, munakni 9 mo'chandin. Şirkatdan almadimi? Nadikini kirganlarning hammasi burniga qo'liqini tiqib chiqyotidi. Ba'zilar birer yorti go'sh, birer ishki sanduq olma, nashb degandek narsalarni geliq urib boqdi. Biroq uni bilan o'ndigi so'lli bo'lmadi. Maral beşirki Kerim Doqa, dedi uduldaki tağırlarını saklavatkan oppak sakal bir komak boğay. Şirket hocayınıga bütün bir koy göçünü tağırga tıkıtlı ekiriptik ya. Uxanso ambar tuşup gitti. İşkirdin kalkso digerleri kemmey vatıdı. Şundak bolsumu 10 tonluk ekini elip koyay depti. Onchilik narsalar kishining kamariga kirib ketdi desalar bola, dedi charsaqol non uvoqlarini kap etib o'tib. Olsa ular to'yini 3-4 ming, bo'lmasa 5-6 ming ta'ma qiladi deyishdi. Onchilik pul nemish qilsin? Deq pulni elib bo'lib, seni nada ko'rdim desa daverdi joni. Meshki o'yin, chashqonga qiyin. Sadul aka, qo'yan kechlarga sotmasizlar, dedi qadrdon o'rnidan turib. Mening qoq suvdigiri tunishim bor. U bugun at kelib qoladi. Shuningga izig'i bo'lsa sotqizib beray. Bo'ladi bolam, bo'ladi. 17 kun saqlabman. 1-2 kun deganning yemishi yo'q. Amsa ko'nglimni to'q tutib, o'zlariga saqlay. Qadrdon cho'ng ko'chaga chiqibla kunga qaradi. O, saatning 2 bo'lib qolganligini musalladi. Biroq musulmonlar shirkati meva-cheva to'p setish bozoriga berishdan yaltaydi. Uning ko'ngliga dohiyan meva-cheva shirkatining xo'jayini Yangminsan kelgan edi. Bultor Jappar hojim bilan birga borganda Yang xo'jayin boshmaltiqini chiqarib qadrdonni xav deb maqtagan edi. Qani bu qatim u xav demdi yoki bu xav demdi? Albatta sinab baqsa bo'ladi. Qadrdon taksi yollab Daxiyanga yurib ketdi. O mashinaning orqa o'rindig'iga o'zini tashlab, ko'zini yumgunicha boyiqi charsaqol Sadullohni ko'z oldiga keltirdi. Ras. Dehqonlar odatdagi qoqchilar biror yarti go'sht yoki biror ishki sanduq olma, nashbni cho'ng bilishidi. Lekin hozir onchilik narsalar xo'jayinlarning pistik kuchuklarini xo'sh qilolmaydi. Bütün bir qo'yning go'shini qaytarib yetishga ko'zi qiymagan heliqi boshliqmi injiqlab yurib, oralli 10 tonna guli qaqni oldi. Ular to'yini 3-4 ming, bo'lmasa 5-6 ming, hatto uningdimi yo'qursiga ta'ma qilayotgan yerda bir yarti go'sht, shaltoq shopulin nemaga dal bo'ladi? Bu qatam qadrdonning akalgini ozmal emas. Navada 1 kilo qaqqa 10 tiyin qetilgan taqdirdami 300 tonna malda 30 ming so'm qilib qoladi. Mushu persent bo'yicha 20 tiyin, 30 tiyin uchuq setilganda asli bahodan 60 ming, 90 ming ortiq pul bo'ladi. Albatta, buningda yemchikni qancha cho'ng tashlagan sire beliqning yo'g'ini qarmoq qilinadigan gap. Qadrdon xuddi burga chiqib olgandek shartida tikilib o'tirdi. Kalisidan nemalar kechdi bo'g'ay darhol so'mkisining og'zini ochib, sut qog'ozga o'ralgan pulni sanashga boshladi. So'mkada u bilasan degan 20 ming so'mdan parcha puratlarini hisobga olmaganda 14 ming so'm bor edi. Atigan hojimga 2 kunlik rasxot deb 1500 so'm berdi. Shuningga qaraganda
4500 so'm tugabdi. U bilasan, gulqoq setilmay uzun yetib qolsang, yotoq, ombar va tomoq puling deb pulni ortiqroq berganimi bir hisobda yaxshi bo'pti. Qadrdon 10 ming so'm pulni radlik qilib, oq sut qog'ozga chiroyli qilib yurgidi. Ondan ustiga may qalam bilan 10 raqamini yo'g'on qilib yozib, chekitdan keyin 3 nolni qatirsiq qo'ydi. Ondan so'ngkisiga qayzdan soldi-da, qani bir sinab baqay, qimorvozning uvushqidek yo chikki bo'laman, yo pokka deb shivirladi. Mashina Urumchi shahridan chiqqandan keyin miltiqdan otgan o'qdek uçdi. Chunki bu yo'llarda shaharninkidek mashina qistonchiligi yo'q edi. Qadrdon ko'zini yumib o'tirgan bo'lsa-mu, fikri xiyoli yangisin xo'jayinning sovg'atni qabul qilish qilmasligida qoldi. Agar u 10 ming so'mni oldimi, umid qadrdonning o'ylig'idan aslab yuqori bo'ladi. Navada yan xo'jayin qadrdonni kichik bola deganning og'zi bilan qo'mining farqi yo'q. Ko'ch-ko'ylarda maqtinib sestido deb ko'ngil to'xtalmay qoldimi? Qadrdon tasavvur qilgandimmi eg'ir deshvorchilik uni kutib turdi. Qani, iloj bor, tukni yetishiga sabab yo'lvosning muyidikini yeshib etmay. To'kur kal hikoyasini aytib bergan tulkidek saliq sipoyi bo'lib baqsa, bir gap bo'lib qolar. Qadrdon mashina aynigidan bir-biriga yeralishib ketgan temir yo'l liniyalarini ko'rib, poyezd almishtagan ochilg'i kelib qolganligini his qildi. Degandek, taksi hayol bo'lmayla Daxiyaning binolar zich joylashgan 4 ko'cha eg'izdan o'tishi. Shoför "Nega borsan?" deb so'radi. Qadrdon og'ziga obdalli o'zlashib qolgan Daxiyan Gopin Gongshi degan so'zni doni qilib deyishi. Şoför külüvette hem maşinini yürüyüşünü tömür darvoza oldiga to'xtatdi. Qadrdon şoförni razı qilib, "Şeşe" dedi-de darvozaga amdil qadam edishi yondagi qorovul uydan harbiy belgilari yo'q, yeşil kiyimlik bir qeyri chiqib uni to'sdi. Qadrdon uning jihli gaplarini uqolmay, so'ngkisidan bir uch gulqoqni elib, "Yangjingli" davadi. Şu esnada uduldaki binadan çıkan 30 yaşlık bir hanzo onu koyuvetem deb vaqirishi. Qadrdon xo'shalligida "Ashu naqshu" deb vaqiribdi va yugurib berib yangi inson bilan ko'rishdi. "Yan xo'jayin, men tanimabsiz-a? Mening ismim Qadrdon emasmi?" Qadrdon hayajonlangan edi. "Ay, men seni tanimasa, sen kichik balang Yangjingli degan to'sa, men shu chaqirdi." Yang Mingsan 2 yilning oldidagidekla Uyg'urchani tasdi yomidab so'zlaydi. "Sanda gap bo'lsa, menda ishxona kir." Yang Mingsan Qadrdonni ishxonasiga elib kirib, Safoga taklif qildi. Ondan istakonda qaynoq suv elib keldi. Qadrdon usigan bo'lsa-mu, qaynoq suv qarabni qo'ymay 2 yil oldida bir sayguyam bilan to'xtamlashqili kelganligi. Lekin Yang Mingsanning qoq, munak, qora o'rikning avrishkisini ko'rmay turib, to'xtamlashqili bo'lmaydiganligini aytayotganligiga qadar tafsiliy so'zlab bergandan keyin Yang Mingsanning chiroyi villida echilib kulib ketdi. "Doy! Tag'ada tosh bormi? To'pa bormi? Ha, shu ko'yning tezak bormi? Ko'msa kanda so'da bo'ldimi shu degan ashu gap. Men o'tmasa shu. Mana yodingizda borkan-ku." Qadrdon Yang Mingsanning o'ruq, egiz siyoqiga, so'l tarafdagi uzun chechini o'ng tarafga yotqizib yepib olgan oypang beshiga qarab qo'ydi. "Yan xo'jayin, samirib qopsiz-a?" "Shundaqmi?" U kulib ketdi. "Men o'zi shu bilmaydi. Ha balang'a. Nimishqa keldi shu desing?" "Men Xotandan Gulqoqqa kelgan. Shunga sizni izlab kelishim." "Yangping bo'lsa olsin.
Qadirdan so'mkadan 2 o'chim kelgidek go'liqoqni elib ustalga to'kib qo'ydi. Yongsan bir hazo qarab ketib Qadirdonga tikildi. Qanchadan akaldi shu? 300 tonna. Ohoy, o'zing yolg'iz akalding shu? Shundoq. Kak bo'ldi shu. 3-darajaning 3-sorti bo'lsin. Qandoq? Bo'pti. Sizning deganingizdek bo'lsin. Qadirdan xo'shalliqi yuziga tetdi. Amsa bahosini qo'yib, omborga xat qilib beramsiz. Yongminsan demak qandak bo'lib, deriza ham deriza pardalariga qaradi. Shu asnoda ko'zlari g'ilpallab Qadirdonning quchqidagi qora so'mka ustida o'ynadi. U Qadirdonning hech ifodasiz siyoqqa qarab, omborning bo'sh emasligi, yig'ilgan quruq meva-jevni xazina suriga yo'tkimiganligi, qachonki ishkirdan qoq savdogarlari kelib, omborlar bekorlansa oladiganligini aytib, tamakisini chekkinicha yerdan ustun qaramay turib oldi. Boyqi chiroyli gaplarning, ilmiq chiroylarning birdilla so'g'uq talatga aylanganligining tigiga yetgan Qadirdon so'mkadan oq bo'loqni elib, "Obdonroq ko'rib ol" degandek 10 ming degan sonni uningga qaratib ustalga qo'yib qo'ydi. Shundaqla bu mening ko'nglim deganni qo'shib qo'yishni unutmadi. Oq bo'loq ustiga yo'q. Rast gapni qilganda 10 ming degan songa lappada qaragan yon xo'jayinning ichidan etilib chiqqan xo'shalliq shu hamon teshig'i tepib, yuz bo'yinlari xo'rozning tojisidek qizirib ketdi. Bu chaqqicha Uyg'ur qoqchilari ichidan bundoq ko'ngil qo'yganlarni uchirtib boqmagan edi. Ular biror 2 sanduq olma, uzum, nashput yoki 5-10 kilo go'sht ko'tarib kiradi. Tova. Qoqchi divonlar boshqalarni o'zdek divoni ko'ramdikana. Hozir jahon nada ketyotidi? Bular nada qilyotidi? Ishkiri o'lkalarda qo'sh qo'llab tutadigan ko'ngilni butun so'rib poyez, necha 10 ming tonlik paraxod, aeroplanlar tartanmaydi. Odam qarisi qusqidek shatroq o'rik sodisi bo'lgandan keyin bo'ptilar desa, zamlik qilgandek harakat savdogarlar chig'ida birer chishqoqboqlarning go'shi, bir necha quti konserva, navot ko'tarib kirib, xuddi Tayvanni ozod qilib bergandek kerilib o'ltirib ketishlar cho'taxi. 5-600, hatta birer ming tonna meli barlarni nomus qilmay 1-2 ming, eshib ketsa 3-4 ming so'm selingan konvertni oldinga tashlab qo'ygan. Ya uni qirqirtib yuziga atqilib bo'lmagan. Mana ishning yo'lini bildigan odam buni shogirddek bo'lmamdi. Voy, aqlni chelib ishgan devanglar, sopuq yevag'allar. Ay Qadirdon, sen meni bak xijil qildi shu. Yongminsan ustal tortmisdan tomga besilgan to'xtamnishish talonini oldi. Ondan ustal ustiga qoqqa yana bir qaradi. Kak, 3-darajaning 2-si bo'lsin. Yongminsan tutqizib qo'ygan talonga ko'z tashlashni bi'ab ko'rgan Qadirdon qarimayla qo'yib yanchiqqa soldi. Bu albatta 2 kishining o'ttirsidiki. Bo'libmi, qarshi tarafning ishonch hurmatini oshiradigan usul edi. Ijtimoiy munosabatdagi bu inchki mezonga sal qaramaydigan Yongminsan o'rnidan turgan Qadirdonning do'lisi urdi. Sen shu talonga nemishga qaramaydi shu? Men sizga ishonaman. Siz meni hargiz ko'ydirib o'tmaysiz. Ho. Yongminsan boshmaltiqni chiqarib vaqirdi. Sen balang'za bo'lsin-ku, Lovxandek nozi yomon. Mani qachon o'tkazdi? Aytgan kelma yan xo'jayi. Qadirdon iltijo bilan qaradi. Men bir qeri tuqqanim 100 tonnadek qoq, 50 tonnadek mo'nakni Qo'ng'irtosh meva shirkatiga tushiribdi. Ansam shirkat boshlig'i bilan ko'nglingiz yaqinga telefon berib qo'ygan bo'lsangiz, uni ko'nglimni izhor qilgan bo'lsam. Hay,
Mangıla akelsin. Akelsak bek yaxşı bo'laddi, biroq yo'tkashga 15-16 mashin topmasak bo'lmaydi ke. Bo'ladi. Mal, Londa to'g'ri telefon bersin. Rahmat yan xo'jayin. Bundan keyin sizni yo'qlab turman. Xo'tamdan sizga nima lozim? Og'ash kelma. Hay, sen shu mayani Yangsan yurkini ko'rsatdi. Obdan shandi emasmi? Yur. Menda uy ko'ryapsan. Qadrdon o'zira aytmoqchi bo'ldi-yu, bu o'ydan darhol yondi. Uning uyini ko'rishning ziyni yo'q edi. Ba'zida ko'zga chiliqib qolgudek ko'ngil elib kelganda u bunga uyga bormamdi. Balkim yan xo'jayinmi shuni ko'zlab uyni ko'rsatmoqchi bo'lgandi. Yan insonning uyi yo'lning u qismidagi binoning 2-qavatida edi. Temir reshatka bilan ihot qilingan hovlida tuxum shakllik bir qancha gul taychisi bor edi. Reshatka atrofida rangarang gullar echilgan. Gulxumar hasharotlar uchib yuradi. Yan xo'jayinning uyining tomlari ko'pincha ko'p ko'zlik aynak shkaf bo'lib, ichiga qadimki zamonning to'ga, ikki shoxli qor va qo'ng'ining modellari tizilgan edi. Yan inson xo'shligida uyiga qoqchi Uyg'ur bolalarining ko'p kirdiganligini. Shunga ularga tamoq etadigan qozon qo'mish, sapliq, chiniq ochlog'icha ayrim ekanligini so'zladi. U qadrdonni ishkarki qoznoq uyga akirib ko'rsatdi. Yan inson ayolning ishdan kelgan vaqti bo'lib qolganligi. Shunga tamoq yeb ketmasa xafa bo'lganligini aytib ching turib oldi. Shundaqdan qadrdon Hanzo Uyg'ur shofirlardan 30 odam o'ziga saqlab turganligini aytib, adab bilan o'zini so'radi. Qadrdon 4 ko'cha og'ziga chiqib taksiga tushdi-da, Xinjiang mehmonxonasiga borganligini aytdi. U odati bo'yicha mashinaning orqa o'rindig'iga o'zini tashlab, qo'yin yanchiqidagi talonni oldi-da, ko'zlariga ishnalmay, yemish-yemishlab qarab ketdi. Chunki talondagi 300 va 1.125 so'm degan raqamda mening rostligimga ishon degandek cho'ng yozilgan edi. Kun allaqachon o'ltirib qorong'i tushib qolgan edi. Cherg'in yo'rtib ketayotgan mashina shaharga kirishi bilan surati ostilatdi. Shundaqdimi, kech soat 10 ga yaqin Xinjiang mehmonxonasi oldiga yetib keldi. Qadrdon shofirning pulni berib etib, mehmonxona zaliga kirib, navbatchi xodimdan shofirlarning yotqini so'rab bilib oldi. Ondan 3-qavatga chiqib, Yaqub hojini tepib ahvolni degandan keyin ikkisi yotoqni kirib, atdegan noshlarni dohiyanda qildiganligini uqtirib etdi. Yaqub hojim bugun atgandala 2 kishilik ayrim yotoqqa belatga surib qo'yganligi uchun qadrdon ikkisi bir yotoqda yetib qoldi. 300 tonna malning setilish ahvolini uqqan Yaqub hojim qadrdonning kichik turib qo'llangan amal choralarga hayrona has qoldi. Ichida Emgek mulozimat shirkatining boshlig'i Abduz Iminning pushaymon qilgani bekor emaskan deb o'yladi. Albatta, 10 ming so'mni yemchiq qilib 75 ming so'mni qo'lga keltirish oson ish emas edi. Qadrdon, u bilasan 90-95 tiyin bo'lsin mayli degandan keyin eng tuvan o'lcham bo'yicha pul avatsang, o'zingga 170 ming qoladi. Yo'q bo'lmaydi. Xotanni bekitgan bo'yicha kilosiga 1 so'mdan 300 ming so'mni avatma. Ey, mo'shundaqli qilgan bo'lsang, o'zing ziyon tortsa. Nimishqa? Degan bahoyimizni sotib ekan deb malning bahosini barg'anasir o'rnatdi. Qo'qning darajasi puli bekitilgan ekan, unda qilinmaydi. Mening mashinada deganlarim bu yoqdan kirib, u yoqdan chiqib ketdi-da. Men degan bir odam kunim ketib boradi. Lekin yoshlar binosidagi shuncha nurg'un odamni beqish ancha oson emas. Mo'shtoni shon bilan ro'naq topolmaysan juma. Hojim sizdek bo'lsa, men umr bo'yi hech qilmayman.
Yakup Hacim to'riti qoldi. U shu chog'da o'zining pul tepish muddaosi bilan qadrdonning o'xshamaydiganligini his qilib yetdi. Qadrdonda pul tepib, yoshlar binosidan iborat bir yerga uyushgan kollektivni qo'ldan yetlab, jannatga aparsam deydigan bundoq ulug' muddaolar texi yetilgan emas. Faqat uningda ich og'ritishlar bor. Ashu 200-300 so'm maosh olayotgan. Shundan o'zga olamcha shodlik tepib, hayotga, yashashga ishonch turg'izayotgan bechoralar ish o'rnidan qoldirilish degan vahimadan qutulsa, erining yoki ayolining, shundaqla bolalarining oldida chiroyi sarg'ayib yurmasa, kechalari yo'shurun yosh to'kmasa, bas. Mana shuning o'zi jannat huzuri. Qadrdon yerin yerdek oshpaz bo'lish jarayonida bundoq ishlarni ko'p ko'rdi va angladi. Kechalari o'ylab uyqudan bedor bo'lgan chog'larini sanab bera olmaydi. Ishdan qoldirilib, tarim yosh to'kkanlarni. Ümidsizlik, ruhsizlik, atining andishlaridan ko'zlarining xuni ketib, xuddi murdaga o'xshab qolganlarni ko'rib, uning yuragi cho'l ustidagi jigardek o'rtilib ketdi. Shunga u bilasan akam desa, o'n o'lib bir tirildi. Kichikmi, u bizga qarang'u. Pul tepishga qaraganda, pul tepish jarayonidagi jiddiylik, o'yinish, halol hiyla-mikr, tavakkulchilik, qo'rqimsizliklar qadrdon uchun go'yo bir janggohdek bilindi. Shunga tenim topmay taraf-tarafga yugurdi. Mana hozir Yakup Hacimning kuyunib qilgan nasihatlari uning uchun sunuq tiying'im arzimidi. Hatto Hacimni xato aybladi. "Boluqla", dedi Yakup Hacim eg'ir uxtardi. Qoqlarni o'tkazdigan gap. "Hacimka, qo'pol gap og'zimdan chiqib ketibdi. Xafa bo'lmangchi." Qadrdon darhol o'zini sezib olgan edi. "Mush og'zimniza kakini layda chopib o'tkim keladi mening." Bo'ldi. To'la o'zingni ayblayvermay. Uxlag'ala. Beliqut şirketida ovozidan ilinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjon xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinxo kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.